Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilarimiz. Bugun Boburiylar davlati tuzilishidan sal ilgariroq Hindistonda hukmronlik qilgan Mamluklar davlati asoschisi Qutbiddin Oybek haqida gaplashamiz. Yaqinda bir guruh manbashunos olimlar Boburiylar mamlakati sanalgan, Boburiylar davlat tarkibida bo'lgan Pokistonga ilmiy safar uyushtirdik. Ilmiy safarda belgilangan oldindan tayyorlangan dastur bo'yicha ishlashimiz kerak. Vaqt juda kam edi. Ikkita ilmiy anjuman bo'ldi 6 kun ichida. Uchrashuvlar, o'sha yerdagi arxivlar bilan tanish va hokazolar. Faqat ketadigan kunimiz ertalab samolyot 5 da uchish kerak bo'lsa, soat 11 larda ozgina vaqt qoldi. Shunda men Anarkali bozorini ko'rishni istadim. Bu endi Lahor shahrida. Anarkali deyishni eslashimning sababi umuman Boburiylar davriga oid rivoyatlar juda ko'p. Ana shunday rivoyatlardan bittasi Anarkali ismli qizni Boburiylar davlatining 4-hukmdori Jahongir yaxshi ko'rib qolgani va uni endi oliy tabaqa bo'lmagani uchun uni Jahongir podshoh endi hali podshoh emas u paytda Salim nisbasi bilan shahzoda uni yaxshi ko'rib qolgan. Oliy tabaqa bo'lmasa, lekin Akbar podshoh uni otasi o'sha qizni butunlay bir uyga qamab, uni suvab tashlagan to'g'risida shunday rivoyatlar yuradi. Jahongirning o'zi, Salimning o'zi taxtga o'tirganidan so'ng Jahongir nomli kitob yozgan. Lekin bu kitobda bironta joyda Anarkali ismi ishlatilmaydi. Umuman Salim, ya'ni bo'lajak Jahongir podshoh 15 yoshida ekanda birinchi marta uylanadi, 16 yoshida ikkinchi marta uylangan. Baribir bozorni ko'rish qiziq edi. Mehmonxona qaytib kelganimizdan so'ng men aytdimki, men bozorni ko'rishim kerak. Bozorga ketayotganimizda endi Lahor shahrida bundan bir endi soat 11:30lar ehtimol balki. Umuman Hindiston, Pokistonda bozorlar kechasi yaxshi ishlaydi. Ko'proq demoqchiman. Shunda menga telefon bo'layapti. Hozir endi eslay olmayman, chunki o'rda Pokistonlik do'stlarimiz juda ko'p edi. Kim telefon qilgani ham. Lahorga kelib Qutbiddin Oybek maqbarasini ziyorat qilmay ketasanmi deb so'rayapti. Ochig'i men o'zim ham bilmas ekanman Qutbiddin Oybekning Lahorda dafn etilganligini. Men Dehlida deb yuradim. Sababiki Qutbiddin Oybek bugungi kunda Hindistondagi eng baland minora bo'lgan Qutb minor Qutbiddin Oybek tomonidan bunyod etilgan. Qutbiddin Oybek kim edi o'zi? 1150-yili Amudaryoning chap sohilida, ya'ni hozirgi Afg'oniston hududida tavallud topgan. Tarixiy manbalarda keltirilishicha. Yoshligida bu asir tushib, qul bo'lib sotilgan. Uni sotib olgan kishi Nishopur shahrining qozisi bo'lgan, lekin o'sha paytlarda quldorlik tizimini ham hali o'rganish kerak bo'ladi, balki musulmon olamida qullar sal boshqacharoq bo'lgan. Ya'ni ularning o'ziga yarasha erkinligi bo'lgan. Namoz o'qishi uchun, ilm olishi uchun va hokazolar. Endi Nishopur qozisi bu yigitga, Oybekka yaxshi munosabatda bo'lgan. Oybek arab, fors tillarini yaxshi bilgan. Endi o'zining hojasining muruvvati tufayli otda yurish, o'q otish, harbiy san'at, boshqarish ilmlarini o'rgangan. Qozi vafotidan so'ng uning o'g'illari Qutbiddin Oybekni sotib yuborishadi. Bu yerda tarix manbalarida keltiriladiki, ular buning bo'lgan layoqatini ko'ra olmaslik degan sabablar ham ko'rsatiladi. Qutbiddin Oybekni Muizziddin Muhammad G'uriy sotib oladi. Buni ham alohida o'rganishimiz kerak. Bu G'uriylar davlati, endi Muizziddinning G'iyosiddin Muhammad degan akasi bo'ladi. Ular ikkalasi bir vaqtda
1173-yildan boshlab hukmronlik qilgan. Endi hudud katta hudud, ko'proq Hindistonga yurishlik qilingan bo'lsa, 1203-yilgacha, ya'ni 30 yil davomida Muizziddin akasidan kuchliroq bo'lsa-da, ya'ni buni bo'ysunib yashab desak ham bo'ladi, endi harbiy jihatdan so'z olganimizda. Endi Muizziddin ko'proq Hindiston bilan, ya'ni Hindiston deganimizda bugungi Hindiston, Shimoliy Hindiston, bugungi Afg'onistonning janub taraflarida faoliyat yuritgan bo'lsa, akasi G'iyosiddin Muhammad endi Xurosonda, hozirgi Afg'onistonning bir qismi, Eronning bir qismi, Xurosonda faoliyat yuritilib, ko'proq bularning o'rtasida endi bir davlat ikkinchi davlat bilan chegaradosh bo'lganidan so'ng, sarhadlar kengayib bo'lganda ular o'rtasida muttasil siyosiy ziddiyatlar bo'lib turadi. Ko'proq Xorazmshohlar bilan. Endi Xorazmshohlar ham bu payt kelganda tanazzulga uchrash payti boshlanar edi. Endi Takesh vafotidan so'ng uning o'rniga Muhammad Xorazmshoh, buni yaxshi bilasizlar, Chingizxon bilan ularning o'rtasidagi munosabatlarni hali biz undan ilgariroq davrga qaytamiz. Demak, yana Muizziddin Muhammad G'uriy akasiga yordam berish uchun Hindistondan qaytadi va o'zining o'rniga Qutbiddin Oybekni noib qilib qoldiradi. Qutbiddin Oybek yaxshi sarkarda bo'lgan. 1193-yilda Ajmirni egallaydi. Qarang, bugungi kunda sharif shaharlardan biri sanaladi. Ya'niki Mozori Sharif, Buxoroy Sharif, Makkay Sharif, Quddus Sharif qatorida Ajmir ham Ajmiri Sharif deb ataladi. O'sha paytlarda Ajmir bu Chauhan rajaligining poytaxti bo'lgan, Rajputlar. Qutbiddin Oybek Ajmirni egallagandan so'ng keyin Dehliga yurish boshlaydi. O'sha paytlar Dehli poytaxt bo'lmagan. Bu yerda Kanauj shahri bor, u yerda bitta rojalik bor. Endi raja deyishimiz kerak, roja bo'lib bizda qabul qilingan. Xullas, Shimoliy Hindistonda Qutbiddin Oybek nazorat o'rnatadi. Endi bu hali G'uriylar nomidan. Iziga qaytayotgan uning hojasi, ya'ni Qutbiddin Oybekning hojasi Muizziddin Muhammad yo'lda kelayotganda, endi 1206-yilda namoz o'qiyotgan paytda o'ldiriladi. Endi manbalarda har xil xoharlar, boshqa qavmlar ko'rsatiladi. Endi ko'chmanchi qavmlar ko'p. Bu yana ba'zi bir manbalarda, Hindiston tarix kitoblarida Prithviraj o'ldirdi deyiladi, lekin Prithviraj undan ilgariroq bo'lgan, ya'niki Rajput rajalaridan biri. Bundan ilgari vafot topgan. Shunday qilib Qutbiddin Oybek 1206-yilda o'zini Dehli sultoni deb e'lon qilinadi. Qutbiddin Oybekning endi bu qullardan chiqqani uchundir ehtimol, nihoyatda saxiy bo'lgan. Uni hattoki lak baxsh deb ham atashgan. Lak degani endi lak bu 100 ming nazarda tutiladi. 100 minglab tangalarni, pullarni inom etgan. Undan o'sha Dehli shahrida va Ajmir shahrida masjidlar qurdirgani chin musulmon ekanligidan dalolat beradi. Lekin afsuski, oradan 4 yil o'tgandan so'ng 1206-yilda Qutbiddin Oybek pola, ya'ni ot ustida hokkey o'ynayotganda otdan yiqilib o'ladi. Yiqilganda ham otning egarida sadoq bo'ladi, o'qlar yuradi. O'shani oqibatda vafot etgan. Uning o'rniga Buxoroda qul bo'lib sotilgan el tutmush uning kuyovi bo'ladi, taxtga o'tiradi. Bu vaqtda bizning kanalimizda bor. Hozirgi aytadigan gapimiz shundan iboratki, oxirida xulosa qilganimizda qul bo'la turib taxtga o'tirgan, yetishganlar anchagina. Oybekning o'zi ham, el tutmush ham. Anarkali bozoriga borganimizdan so'ng Qutbiddin Oybekni maqbarasini ziyorat qildik. Lekin afsuski, kechasi endi soat 12 bo'lyapti, eshiklar yopilgan edi, qulflangan, faqat tashqarisi rasmga tushirdik. Bizni kuzatib boringizlar. Bizni kuzatib boringizlar deyishimiz sababi, hali
mana shu Bobur ekspeditsiyasining amalga oshirgan ishlarini hisobot tarzda birma-bir sizlarga bayon etishimiz kerak. Undagi voqealarni, ko'rgan joylarni, hattoki Boburning taxtiga o'tirish nasib etdi. Qaysi ma'nodaki, endi bu Bobur toshdan yasattirgan taxt, Pokistonda o'sha joyga bordik. Mana bu kitob esa Boburnomalarning podshohi sanaladi. Tom ma'noda ham, to'g'ri ma'noda ham. Ya'niki undagi mukammalliklar, xatolarni tuzatishlar va Boburning taxtiga men buni chiqarib qo'ydim va rasmga ham olib keldim. Ya'niki Boburning taxtiga o'tirgan Boburnoma faqat mana shu kitob hozircha. Sizlarga salomatlik tilaymiz. Ishlaringizga omad. Kuningiz xayrli o'tsin. Omon bo'lingizlar.